Juda ham ko'p ham nazariy, ham amaliy tajribalarga ega bo'ldik. Ushbu treningimizda respublikaning barcha tumanlaridan, viloyatlaridan deyarli psixologlar ishtirok etmoqda. Bular bilan dars mobaynida ham tajriba almashish juda ham bizga, aynan menga samarali foyda berdi deb ayta olaman. Bundan keyingi faoliyatimda markazga borganda, o'sha o'zimning tumanimda faoliyatim davomida bugungi 5 kun davomida berilgan barcha tavsiyalar va nazariy va amaliy bilim ko'nikmalarimdan samarali foydalanishga harakat qilaman. Eng ko'p kerakli narsa bo'lgan bizlarda muammoli bo'lgan vaziyatlarda texnikalarni qanday qo'llashimiz, u kerakli paytida qanday mashg'ulotlar o'tkazishimiz, zo'ravonlikni sodir qilgan yoki jabrlanganlarni ozor yetkazib qo'ymasliklarimiz, ularni qayta shu holatlarga solib qo'ymasligimiz uchun o'ta ehtiyotkorona bo'lgan holatda ushbu mashg'ulotlarni o'tkazishni va tartibini, ketma-ketliklarini aniqlashtirib oldik. Eng avvalambor psixologning o'zining holati bu jarayonda o'ta muhimligini, ya'ni mijoz bilan suhbat jarayonida psixolog o'zini qay darajada his qilyapti, o'zida unda stress yoki depressiya holatlari yo'qmi yo tushkunlik. Eng avvalo o'zining darajasini bilgan psixolog mijozga ham chiroyli bilim berish va undagi ichki halovatni topishga va fikrlarni jamlashga yordam berish mumkinligini o'rganyapmiz.